Assalomu alaykum. Hozir kamsini o'rnatishim kerak. Sho'tga. Ustalarni chala usta deb u deb yozganimda o'tgan safar bittasi o'zini maqtagan ustadan qo'rqin degan edi. Men hozir bu yerda nima deyishim kerak? Молодец, zo'r ustil ishlagan ekan deyishim kerak. Sabab mana bu truba do'g'oldan chiqqan. Sal bu yo'roqdan chiqishi kerak mana. Sal bu yo'roqdan. Hozir внутренний blokka bu yoqqa o'rnatsam, sen mana bu pardani yana u yoqqa surib yuboradi. Sadini qattiq o'ylayman buni trubani. Taqataq mashit o'zida gayka qilib ulanmayman. Mana bu finimiz. Hozir mana bu trubani qayirganda o'rtasiga keladi soediniyasi, trubani soediniyasi. Necha santimetr bor? Bu qayerda turibdi? Soediniyani как раз mana mashitga kelib qoladi, burchagiga. Qanaqa bitdan o'ylayman. Shuni har bitta ishni ustasi qilish kerak. Turbani oldindan dovol ichida tashab ketilgan, lekin hech narsani hisobga olinmagan. Shunchaki tashib ketishgan. Keyin ostam mana qanaqa bo'ldi, taqalib o'tdi. Shu yerdan uzishim kerak. Dovoldan chiqishi bilan sразу uzilib o'tdi. Shu yerda valsovka o'tish kerak. Dahshat. Drenajni ishlangan atallar. Problema emas u, qiyin edi-da. Agar buni ustasi tashaganda, mana Mamatdan chiqardi turib. Buni kelardi. Ulash ham oson bo'lardi. Plus hozir bu fen pardaga dahshat qapishib turadi. Yo'q, o'jmani aybim emas. Chala ustalar deyishimga yana bitta povod topildi. Yangi qurilayotgan do'mlardan anaqa o'zicha fasad qilib qo'yishgan, konditsionerga. Bolt ahvolini qaraydi. Ko'ryaptimi? Mana chiqarib qo'ygan. Finishing blokka qo'ysam bu xalaqit qilyapti. Hozir bittasini aylantirib qo'ydim. Qolganini ham aylantirishim kerak. Chala ustalar deyishimga yana bitta povod bo'ldi. Har bir ishni o'zing ustasi qilish kerak. Kimgadir qildirib o'zligicha. Fasadiga ham bo'lib. Daqam zo'r isib o'tdi ekan. Va trubalarni qanaqa o'ylayman? Vash tushunmayman. Axiri o'rnatib bo'ldim. Aytganimdek pardaga yopishib qoldi. Bu trubani noto'g'ri qo'yishgan hisobiga. Narujniy blokka ham bir amallab o'rnatdim joyiga. Uni o'rnatish uchun ham katta oynani yechish kerak bo'ldi. Dahshat og'ir ekan lekin.